Fransiya Tashqi ishlar ministri Jenev Liderian Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoiy qilmishlarini tuzumlashgan bostirish deb atagan. Liderian jadvalda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inida mundaq degan. Xitoyning Uyg'ur rayonidan kelgan guvohchilarning bayoni va ta'minlagan hujjatlari shuni ko'rsatadiki, Uyg'urlar qabih usullar bilan, ya'ni keng ko'lamlik nazorat sistemasi va tuzumlashgan bostirish sistemasi orqali boshqarilmoqda. Liderian yana 2020-yil kishilik huquq ahvoli nacharlashib ketgan bir necha rayon qatorida Uyg'ur rayonini misol olgan. Kishilik huquqni kuzatish to'rining 24 fevral e'lon qilgan xabarida ko'rsatilishicha, yaqinqi yillardan beri Xitoy hukumatining Uyg'urlarga har xil jinoiy badnomlarni joplab, ularni uzun muddatli kesib o'tish qilmishi ig'irlab ketgan. 2016-yilning oxiridan Xitoy hukumati terrorlikqa qattiq zarba berish harakatini boshlangandan beri Xitoy jinoiy ishlar sudi 250 ming odamga gunoh ortib, hukm e'lon qilgan. Kishilik huquqni kuzatuvchilar 60 ga yaqin deloni tahlil qilish orqali ko'plagan kishilarning hech qanday jinoyat o'tkazmagan ahvoldami jinoyat sodir qildi deb hukm qilinib, turmaga tashlanganligi jazmlashtirilgan. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 2017-yildan burun 5 yildan yuqori qamoqqa hukm qilganlarning soni 10.8% bo'lib, 2017-yili bu nisbat 87% ga yetgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qayta ta'kidlagan. Ma'lum bo'lganidek, 22 fevral Kanada parlamenti Avam palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida mundaq deyilgan: Biz Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitganligini aniq bilamiz. Shundaqla biz u jinoyatning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini bilamiz. Ro'shanki, boshqa davlat hukumatlari bu irqiy qirg'inchilik jinoyatiga yaqindan diqqat qilyotdi. Amerika prezidenti Joe Biden tarafidan Amerika mərkəzi ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ boshlig'iga nomzod ko'rsatilgan William Burns Amerika istixbarotining oldidagi eng muhim sinoq Xitoy dedi. Kengash palatasi axborot komitetida jazmlashtirish jarayonidagi sinoq va kengash palata a'zolarining savoliga javob bergan Burns, Xitoy bilan bo'lgan raqobatning va u dushman va yirtqich hayvon deb tasvirlagan Xitoy hukumatiga qarshi tashlangan qadamlarning Amerikaning davlat bexatarligi uchun muhim ekanligini ta'kidladi. Burns Xitoyni qattiq va mustabid raqib deb tasvirlab, Beijingning bilim mulk huquqini o'g'irlash iqtidorini kuchaytirib, o'z xalqiga bisim shiltib, ta'sir doirasini kengaytirib, Amerika ichidagi ta'sir kuchini oshirdi dedi. Venezuela Tashqi ishlar ministri Jorge Areza Yevropa ittifoqi davlatlari Fransiya, Germaniya, Gollandiya va Ispaniyaning diplomatik vakillariga diplomatik ultimatum topshirdi. Areza tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Karakasdagi Yevropa ittifoqlari vakillari o'makining bosh elchi Isabel Berilxantining qabul qilinmaydigan kishi deb e'lon qilinganligini va uning davlatdan ayrilishga 72 soat vaqt berilganligini e'lon qildi. Minister Areza bu qarorning Yevropa ittifoqining Venezuela doiralariga jazo yurgizish qarori sababidan chiqarilganligini bayon qilib, Yevropa ittifoqi va Amerikaning allaqachon Venezuelaga 55 jazo yurgizganligini eskartdi.